Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Mening ismim Sayba. Bugun sizlarga xo'rozning chilig'ining nimaligini degan mazmunli o'qib berman. Xo'rozning chilig'ining nimaligini burunning burinsida, yaqin zamonning nerisida qushlar o'zaro maslahatlashib, navbat bilan bazma uyushtirib, ko'ngil ichishni boshlabdi. Har qitimliq bazmada qushlarning kiygan kiyimlariga qarab so'rindan o'rin berildikan. Hammadan xo'rozning toji, pey qanotlari, ko'rkam, keyin kiygan to'nlari esil bo'lib, to'nning rangi qizil, yeshil, nur chechib turadikan. Bu xo'rozning bastiga bekmu yarashadikan. Xo'roz ququ, ququ, o'ltiringlar deb baqa bolg'an qushlarni masxara qilib o'ltirishga ruxsat qilgandilar. Qolgan qushlar kiyimlarining ko'rkamlariga qarab loyiq o'rin tepishga o'ltirishadikan. Qirg'avulning qirg'avulning chapni bo'z, nursiz va sad bo'lg'achqa nursiz va sad bo'lg'achqa har qitimliq bazmida pagahdan o'rin tegadigan. Qirg'avulning buniga ko'ngli bek yerim ekan. Sarbazmiga chaqirgan kuni xo'roz bazmiga borolmaganligini aytibdi. Sabab xo'rozning sar bilan sar bilan mijasi kelishmaydigan. Bu xabarni anglagan qirg'avul intayin xushal bo'libdi-da, xo'rozning qishig'a berib, son sarning yomon gapini qilib, xo'rozni toza maqtabdi. Oxirida o'zining talabini aytibdi. Hurmatli xo'roz tog'a, man nomrod bo'lg'achqa yangi to'n ilib kiyolmadim. Guna Guna tun bilan bizmiga borsam, pagahda o'ltiradikanman. O'zlari bugun bazmiga bormisizlar? To'nlari manga berib tursizlar. Man sizning birmisiga berib ko'nglimni ichib kelsam, to'nlari attiganda ekilib bersam, debdi xo'roz ma'qul bo'pti. To'nni ilib qirg'avulga beribdi. Va diga pava qilib degan vaqtida ekilib bergin. Gaping rost bo'lsin jumo, debdi. Qirg'avul xushalliqdan ma'qul deb to'nni ilib ketibdi. U to'nni kiyib biroz yo'sinib bazmiga beribdi. Yiroqdan gidib kelayotgan qirg'avulni ko'rgan bazmidan yo'sinib bazmiga beribdi. Bazmidagi butun qushlar uning kiyimiga hayron bo'lishibdi va uni bek hurmatlab ayvonning to'riga taklif qilibdi. Bazma bazma tugab qirg'avul tong kechiga uyga berib, xo'roz mening uyimni bilmaydi. To'nni so'rab kelolmaydi. Man to'nni so'rab olganda guvohchi guvohchi yo'q. Senib ketsam hech narsa qilolmaydi, deb o'ylabdi-da, atisi xo'rozning to'nini qaytarib berishga bormabdi. Xo'roz atisi qirg'avulning yo'liga qarabdi. Qirg'avul kelmabdi. Tush vaqtida egiz tom ustiga chiqib, atrofga boqibdi, lekin qirg'avulni ko'rmabdi. Xo'roz choponimni akilib ber, deb yatta qitim chaqiribdi. Qirg'avul kelmabdi. Namoz digar bilan yana o'gizga chiqib, yiroqlarga qarabdi. Lekin qirg'avulning qarasimi ko'rinmabdi. Xo'roz atasi atdiganda
yana egiz daraxtning uchiga chiqib, atrofiga qarabdi. Qanotini qanotini ovozga tankash qilib chaqirib beqibdi. Lekin qirg'avulning yanada qarisi ko'rinmabdi. Shuningdan hozirgacha xo'roz qirg'avulni chaqirdikan. Xo'sh,